Hurmatli yurtboshimiz, strategik jihatdan juda uzoqda ko'rib bilganlari uchun mana To'polon suv omboridan keladigan suv, bilasizlar, To'polon suv ombori maqsadi 100 milliondan 500 millionga oshirildi va uni ketma-ketligida nafaqat sug'orish uchun, balkim undan ichimlik suv sifatida, undan elektr energiya olish, unda turizmni rivojlantirish mumkin bo'lgan bir necha jihatlarni u kishi hisobga olganlarda. Hozir endi keyingi qadamda Termiz shahrigacha hozir To'polon suvi kelib, Termiz shahrini 2025-yil 30-noyabrdan buyon ichimlik suv bilan ta'minlab kelyapmiz. Endi ketma-ketlikda hurmatli yurtboshimiz 2024-yil yanvar oyida 47-sonli qarorlari bor. Bu demak o'rta shaharlarni rivojlantirish. Ikkinchisi mart oyida 141-sonli qarorlari bor. Bu demak Islom taraqqiyot banki ishtirokida qishloq joylarda. Birinchi qaror bo'yicha biz 36 ta mahallani qoplab olamiz. Aholini ichimlik suv bilan ta'minlashda, ikkinchisida 38 ta. Demak, ketma-ketlikda hududlarda magistral suv tarmog'i kelgandan keyin ichkariga qarab tarmoqlar tortish, aholini ichimlik suv bilan ta'minlash darajasini yanada oshirish bo'yicha ishlaymiz. Surxondaryo xalqi quvonchda. Prezidentimizning tashriflaridan juda ham minnatdormiz. Chunki Prezidentimiz mana shu har doim Surxondaryoga kelganda Surxondaryo xalqini qo'llab-quvvatlab, barcha imkoniyatlarga yo'l ochib ketadilar. Men o'zi kasbim o'qituvchi, 35 yil o'qituvchilik qilgan bo'lsam, bugungi o'qituvchilarning faoliyatiga qoyil qolamanda. Biz qancha ishlasak ham, masalan, hech Prezidentimiz bir selektorda aytdilarki, men o'qituvchining oyligini $1000 yetkazaman dedi-da. Hatto mana 2 yil 3 yil ichida biz o'qituvchilarimiz, shogirdlarimiz o'zimizdan o'tib $1000, $1000 oylik olyapti. Kelajak avlodni vatanparvar, yurtiga fidoyi, milliy qadriyatlarga sadoqatli ruhda tarbiyalashda o'qituvchilarimiz charchamasin. Biz nuroniylar bugun nafaqada bo'lsak ham doimo Prezidentimiz qaror-farmonlarini mahallalarda, maktablarda, o'zimizning targ'ibot tadbirlarimda yetkazib, men doim yoshlarga bitta gap aytaman. Bobomdan otam yaxshi yashadi. Otamdan men yaxshi yashadim. Mendan farzandlarim yaxshi yashayapti. Nabiralarim hammamizdan yaxshi yashaydi. Bunga ishonchim komil. Shuning uchun biz 2026-yil, 2025-yilga nisbatan ham juda katta imkoniyatlar kutyapman. Iloyim Prezidentimizning umrlari uzoq bo'lsin.